Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Qo'qonlik tabib meni ko'rsa, seni Alloh ursin, qorning teshilsin. Men rozi emasman bergan pullarimga. Shuni men faroshlik qilib, uborsalik qilib men shunga pulni yig'ib olib kelgan edim. Bir uyga 10 ta ayol yo'llagan, bir uyga 10 ta erkak yo'llagan, bir hovlida 3-4 komnatada hammani erkaklarga, ayollarga yo'llagan. Tabibning oldiga boradi, aytadi: "Mana men kasalman, yura olmayman, qayerdan kelib?" deydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, u xotin yuradi, soppa-sog'u, prosta o'sha tabibning qorni teshilsin, rozi emas. Qo'qonlik tabibning sirlari ochildi do'stlar. Hozir Tojikistonlik opamiz bilan gaplashib qoldik. Nima bo'lgan opa? Assalomu alaykum. Hammalaringizga salom. Siz Tojikistondanmisiz? Men Tojikistondanman. Qo'qonlik tabibning oldiga qachon borgansiz? Qo'qonlik tabibning oldiga 2020-yil bordim. 2022-yil. 22-yil borgansiz. Aha. 2022-yil. Qancha pul to'lagansiz? 15 ming somon to'lab chiqib ketganmiz tag'om ikkovimiz. Dollarda qancha bo'ladi? Dollarda 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollarga mashq qizchasiz yurib ketish uchun olib borgansiz Qo'qonga. Shu 1,5 ming dollarga shu qizchamni yurishini, biz uni YouTube'da ko'rdik, odamlarni yurg'izadi ekan. Biz bir oy YouTube'da kuzatdik. Men aytdimki, ha, Xudodan umid. Endi Iqbol Soliyev qo'lida to'plari bor ekan deb menga reklama qildi. Borsak, bunday qilib qizimni kalasini silaydi ekan, boshqa qaramadi ham. Shu bir silab qo'ydi, tamom. Qaramadi ham. Mana Keyin qanday bilib qoldingiz? qanday bilib qoldim? Birta xonadonda yotdik. U xonadonda soppa-sog' ayollarni koleskada o'sha uyda kvartiram turadi ekan. Arendani kvartira. Ayollarni yollagan. Boshqa uyga yollagan, bir uyga 10 ta ayol yollagan, bir uyga 10 ta erkak yollagan, bir hovlida 3-4 komnatada hammani erkaklarga, ayollarga yollagan. Biz bir xonasida tag'om, men, qizim, farzandlarim bilan yotdim. Bordik, biron rezultat yo'q. O'zi olmaydi pullarni-yu, axraniga kelib olib ketadi. Axraniga katta sumkani olgan, pullarni beringlar. Opamiz aytishi bo'yicha, opamiz shu tabibga borgan ekan. Yolg'onchi tabib ekan. Qo'shni uylarga o'sha odamlar yollagan ekan. 10 ta ayol, 10 ta erkak yollagan ekan. Va ayollar borar ekanda yolg'ondan yaxshi bo'lib ketdi derkan, u ayollarga ovqatini, o'sha xizmat haqlarini berib, shunaqa qilib yollar ekan. Opamiz aytishi bo'yicha. Nima deb o'ylaysizlar? Mana shunaqa qo'qonlik tabibga tushib qolganlar bormi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Militsiyalarda nima deysizlar? Ichki ishlari o'shani olib borib qamanglar. Kimdan olgan pullar bo'lsa, hammasini qayirib berdinglar.